Hi everybody, welcome to Thai Language Training Center, new concept English video classroom, and today we will learn lesson 42. Sağlaştı yaxshimizlar. Hamda bugungi 42 darsda shu oldimizdagi shu to'xtalgan mazmundagi bir takror ustida to'xtalamiz. Bu darsimizning temasi nima desanglar? Is there a in or on that? Or is there any in or on that? In or on that. Okay, first of all, let's learn some new words. The first word is bird. Okay, bird. Okay, dabaqla bird. Xo'sh, bird deganimiz qush degan gap, ha? Okay, qush degan gap. Qarab o'qinglar, qush nima qushda? What bird is this? What bird is this? Sizlarcha, qaysi nima qush? Qaysi qush? Shunami? Okay. Masalan, the bird is not itself today. Okay, I'm thinking a bird is not itself today. And the biyarga bird, qush shunami, is not a mess itself. Itself u o'zi. Demakchi, qushlar qush o'zi emas bo'lib qoldi. Demakchi, o'ziga o'xshamaydigan bo'lib qoldi degan gap, ha? Okay, bird is not itself today. Shunaqa hozir qushlar zamondan taraqqiy qilishga qana qildi, o'zgarib ketdi, shunami? Okay. Yana ba'zi naqshlar bor. You know, I want to fly. I want to be a bird. I want to fly. I want to fly. Okay, I want to fly. And I want to be a bird. I want to be a bird. You know, some birds are flying in the sky. Okay, and some birds and are flying in the sky. Again, that was asmanda uçuvatado. And the birnech kuşlar asmanda qanday qotado, uçuvatado. Some birds are flying in the sky. Xo'sh, amza bu darsimizdagi some bilan any'ning ishiltilishi asosliq demaysan, bu shu. And the some degan nima, any degan nima. And bu some bilan ingliz tilida hamda aniq bo'lmagan bir sonni bildamasdan bir aniq sonni bildamasdan faqat nima desangiz son yoki miqdor jihatdan hamda shu ko'p ekanligini bildirdi. Demak, endi some any hamda masalan sanag'an bo'lgan sonlarni oldi kelsa bir qancha, sanag'an bo'lmaydigan sonlarni oldi kelsa biza, azroq, bir qancha degan ma'noni bildirdi. Okay. And any savol jumla va inkor jumlada ishlatamiz. Hamda some ni cho'rasanglar faqat bo'lishliq jumlada ishlatamiz. Ama intayini qo'ysana bo'lishliq jumlada ama kontingju deymiz. Shunami? Kontingju samni ishlatamiz. Biroq any ni cho'rasanglar savol jumla va inkor jumlalar. Masalan, are there any ties on the chair? Demak, hamda o'rindiqning ustida bir nechta tal galastuk bormi? And are there some deb qo'ysak qanday desanglar bo'lmaydi. Hamda somening savol jumlalari bir ishlatishlar bor. Hamda buni keyincha hamda yangi o'quv ingliz tili ishga chiqqanda tafsilga to'xtalamiz go. Hamda sizlarda hamda ma'sharoitda qanday desanglar bek ichkirlab chirib ketishga bo'lmaydi. Boshdan bilish kerak, cho'qim bilish kerak-da, men grammatik huquqni. Okay. Are there any ties on the chair? Demak, hamda o'rindiqning ustida bir nechta galastuk bormi? No, there aren't any ties on the chair. Yo'q. Demakchi, hamda there aren't any ties on the chair. Demakchi, o'rindiqning ustida nimalar yo'q, galastuklar yo'q. Hamda yana masalan savol jumla qarasang, is there any milk in the cup? Nima uchun is there ni ishlatamiz deganda, is there ni ishlatgan there is. There be shaklinga there is birga sanag'ini bo'lmaydigan ismlarga, yana birga sanag'ini bo'lgan ismlarni birlik shaklga keldi, shunami? Endi bu savol qaylanganda is there any milk in the cup? Asl shakli marsanglar there is some milk in the cup deymiz. Endi stakanda azroq nima sut bor. Is there any milk in the cup? Demakchi stakanda azroq sut bormi? No, there isn't any milk in the cup. Nima? Stakanda azroq nima yo'q, sut yo'q. Are there any pens on the table? Are there any pens on the table? Demakchi hamda ustalda bir qalamlar bormi? Are there any pens on the table?
So no, there aren't any pens on the table. Nima? Afsalnoslar nimalar yo'q. On the qalamlar yo'q. No, there aren't any pens on the table. Aren't any pens on the table. Endi mushu son nima desanglar, mushu bayon jumla bilan savol jumlaga javob berish uchun ishlatamiz. Mushu bo'lishli jumla bo'ladimi? Masalan, there is some water in the glass. Stakanda azroq suv bor. Okay. There are some cigarettes in the box. Hamda yeyishda bir necha tomoq bor. There are some books in my bag. Demakchi, sumkamda bir qancha kitoblar bor. Demak, hamda mushu bayon jumlaga nima desanglar, bo'lishli bayon jumlaga nima desanglar, mushu sam keladi. Sam keladi. Xo'sh, hamsa bir praktik qilib qaranglar bu o'yindan o'moq. Mushuklarni, ishlarni. Let's practice. Good. And using a, some, any. Now, mushu uchun ishlatib, hamsa mana jumla qo'yib baqilib oladi. Qaranglar, is there blah 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 book on the desk? Demakchi, partining ustida kitob bormi? Endi bu oldir is there bo'lgan ekan nima desanglar, cho'qim ismning yo sanog'i bo'lgan ismning birli shakli yoki sanog'i numarasi. Qarasanglar, book sanog'i bo'lgan ismning keyin as yo'qkan shunga buningga nima kelishi kerak? A book. Okay. Is there a book on the desk? Okay. There is coffee on the table. There is coffee on the table. And there is some coffee on the table. Bunu işte sana numarasını alırken sam geçiyor. Çünkü bu bayan cümle buluştuk bayan cümle. Onun üstüne kahve degende sana bo'lmaydi, şuna one eshitganda bo'lmaydi. Okay. Is there forks on the dish? And bu taxsini üstüne belgi bor. And the forks ko'plik var. Any fork. Agar hamda fork yasizilmagan bo'lsa, is there a fork deb tushunaman. Asizilgan is there any forks? Taxsini üstüne nimalar bormi? Belgilar bormi? Okay. There is not blah 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 cups here. Okay, there is not any cups here. The interchange var mı bir yani? Ko'plik geldi şu an. Any. Agar birlik bo'lmasa, öğrenecek. Okay. And there is a passport on the table. Okay, is there a passport on the table? Yes, there is. There is one on the table. And demek bu uygun qilib ishlaymiz. Endi mushu bir jumla bergan bo'lsa, shuni avval savol aylantiramiz, unga javob beramiz, oddiy savol. Uni degan nima desam, there is one on the table. Shuni orqali shuni to'g'ri bilsam bo'ladi. Demak, is there a passport on the table? Yes, there is. There is one on the table. Mesela there is some milk on the table. And then and the swal answer, is there any milk on the table? Swal cümleleri geldi, any geldi, buluştuk cümlede, bayan cümlede some geldi. Yes, there is. There is some on the table. Demek ki some dediğimiz olmaz, some milk. Doğru şekilde. And there is a spoon on the table. And is there a spoon on the table? Yes, there is. There is one on the table. There is one name, there is some that I'm sure qayt yandırıp geçsen, qayt çıkartıp geçsen, boldu var. Boldu. Mesela bunu, eğer bizim update alımız koysan, davamlı ayrım görgeçler, eğer update alım bulmagan şartlar, bu update alım şu varsa, texnik mezmunlar. Bye. Thank you for watching. See you next time. Goodbye.